Bir xona ikki xonaga o'zgartirayotgan bitta yaxshi variant. Biz juda arzon narxda bozorga chiqqan. Assalomu alaykum hurmatli biz kuzatuvchilarimiz. Samarqand shahar Sakzana massifi, shundoqla doktor oyog'ida 9 qavatli uyimizning 3-qavatida lifti bor uyimizda mana shu bir xona ikki xonaga o'zgartirayotgan variantdagi uyimiz chiqqan. Hozir uyimizni tezda vizual ko'rsataman. Bu glавный kirish eshigimiz, lekin uyimizga e'tibor qiling, yashasa ham bo'ladi, lekin remont qilsa juda chiroyli xonadon bo'ladi. Bu bizning umumiy vanna qismimiz bo'lyapti. Mana bu yoqda oshxona qismimiz o'zi asli, lekin bu yog'i kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona qilamiz. Xo'p. Bu yoq esa bizning mana shunday kattagina zal qismimiz, e'tibor qiling. Mana davlat razvedkalari ham qo'yib ketilgan. Bu yoqda okna spechkamiz ham bor. Eng plyusi 6 metrlik balkoni, marhamat, 6 metr balkon. Kuxnyani mana bu yoqqa ko'chiramiz. Bu yog'i kuxnya sifatida foydalanamiz. Bu yoq zalimiz, haligi birinchi kuxnya ko'rsatgan xonamiz. Kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'ladi. Juda zo'r lokatsiyada Samarqand shahar Sakzana doktor Oni ko'chasida 9 qavatli uyimizning 3-qavati lift Igmatov bezatkasi ishlayotgan rayon bu. Dokument hujjatlardan umuman muammosi yo'q. Bir kunda afomat qilib beramiz. 37 ming AQSh dollari so'rayapti. Ozgina savdosi bor. Tezda shoshamiz. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiraman, aloqaga chiqamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.